eng ko'p bizga bemorlar kelib turgan va eng ko'p samara bilan shifo topib turgan kasalliklar bu diskrijiya, ya'ni umurtqa cho'rasi deyiladi o'zbek tilida. Har 10 kishidan kamida 9 kishi sog'ayib ketyapti. Deyarli hammasi sog'ayib ketyapti ular. Keyin svish deydi rus tilida, bu oqma yara o'zbek tilida aytiladi. Mana shu ham kamida 90-95% sog'ayib ketyapti murojaat qilganlar. Endi yaqinda yo'lga qo'ydik, limfa bilan limfoma degan kasallikni davolashni. Bu yerda kimga dori bergan bo'lsak, men yaxshiman deyapti, Xudoga shukr. Hali men oldindan bir tilga olgandim. Samarqandlik kishi 65 yoshda, bir 15 oyda o'sha limfoma degan kasalga chalingan. Shu odamga ham juda zo'r foyda qilgan. Bu kishi bizga kelgancha 46 marta operatsiya bo'lgan ekan. Hazil emas bu. 46 marta operatsiya bo'lgan odam. Hozir juda yaxshi samara beryapti odam. Men aytmoqchiman, oq tog' vitiligo deydi. Unga ham yaxshi samara bo'lyapti. Mana shunday bo'libdi. Lekin oq tog'ga chalinganlar asosan qo'llarida bo'lsa, qorinda va orqa tomon shonalarida bo'lsa, ana shunga juda yaxshi samara bo'lyapti.